Hilol oponini taklif qilamiz. Marhamat. Rahmat aka, salomat bo'ling. Hech qachon siz ham charchamang. Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, qadri baland azizlarim, onajonlarimiz, otajonlarimiz, opa-singillar, aka-ukalar, xush kelibsizlar hammalaring. Bugun biz bu xonadonga katta tantana, yana to'y. Bugun onajonimiz Mavjudaxon onajonimizni tavallud topgan kunlari, onajonimizni davraga, sahnaga taklif qilamiz. Keling onajon, bugun ona o'zingiz kelinchak o'g'li. Kelinlar ma'nay bo'lsin. Ilohim baxtli bo'lsinlar. Chiroyli guldastalarimiz Rossiya Federatsiyasidan keliningiz nomlaridan onajonim dedilar. Beqa qarasam kelin ekan, men qizingiz deb o'ylabman. Garchiki musofir yurtda bo'lsalar ham, uzoq musofir yurtda bo'lsalar ham kela olmadilar bugungi kunga bir sabablar bilan. Juda ham sizga minnatdorchilik bildirdilar. Meni farzandlarimni oq yuvib, oq taraf hech kimdan kam qilmay olib o'tiribdilar. Onajonimga katta rahmat deb, faqat onajon deb gapirdilar. Biror marta qaynonam demadilar. Men o'z onalari deb o'yladim. Qarasam kelin yozgan ekanman bu yerga. Onajon, dunyo turguncha turing. Tojikistonimizda mana shunday kelinlar ko'payaversin. Onajon, bitta guldirak sarsak siz uchun. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ilohim 100 yoshga kirganingizda mana shunday ahli san'atkorlardan Muhammad Akbar, mana Akbarjon hammamiz kelib xizmat qilish bizga ham nasib etsin. Xudo anda yo'ri do'stlar, hamisha borishli kelishli bo'linglar. Yanagi yurishchoqda shu xonadonga beshik to'ylariga kelish hammaga nasib etsin. Hech qachon qatorlaringdan kam bo'lmanglar, faqat ko'payib yuraveringlar. Onajon, sizni hurmat qilib qarang. To'yxonada joyi yo'q. Hurmatingiz juda ham baland ekan bizning patarimizda. Boringizga shukr onajon. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun onajon. Başımdaki taç bir alenge yayladın saç. Davlat başımdaki taç bir alenge yayladın saç. Sarışta diyek yayıp kırpılaç. Davralar değer oynasın anam. Davralar değer oynasın anam. Toylar körde oynasın anam.
Marhamat, sog' bo'linglar. O'ynaganlar, kuylaganlar, yaylaganlar salomat bo'lasizlar. Agar bemalol bo'lsa, bir o'rindiqlarga o'tirib olamiz, bir nafaslarimizni rostlab olamiz.